Salom sizlar bilan men hozircha Akliuch ikkita o'yinga jarohatlangan. Agar men bu Hell 8 olmos ko'rsatgan edi, men kucha davolagan bo'lardim. Qaranglar, hozir bizda 125 ta g'alaba bor va atiga 15 tadan keyin Clans Gazo bo'lsa bo'ladim. Hozir Isak bilan Trent Alexander-Arnold kelgan. Passing 92 olish mumkin 1815 taga. Chunki bizda RB yo'q. Ham Isakdan ham ancha yaxshiroq menimcha. Chunki Isakda ko'k yo'q. Tirishdagan Horta va Depaul kelgan. Depaul unchalik yaxshi emas, Horta lekin undan yaxshiroq. Deyarli ikkalasini vazifasi bir xil lekin. Hozir demak, bunga o'tib, mana bunga o'tib olamiz. Bitta mag'lubiyat, bitta g'alabani qo'lga kiritdim. Hozir 4-o'ringa tushib qoldik. Hamma hech bo'lmaganda 2-o'rinda olishimiz kerak va hozir 5 marta g'alaba qozonishimiz kerak. Bizda bitta jon qoldi. Bu vaziyatga yutqazishimiz aniq. Do'stlar. King Electro juda katta Cristante. The defender regains it. Now they're gonna try and break it. Oh, it's red. Back to the dressing room, and he can have no complaints. It's now Saliba. Headed on. An expert tackle. Tepishga imkon bermadik. Cody Gakpo. He's rounded the keeper. Cucurella wins the tackle. Rafinha with this run. Bergkamp scores. Well, so far, so good. The favourites have got the opening goal. Son Heung-min. He's charging down the wing. Mendes wins the ball. Heads it on. The assistant manager has suggested a change. Oh, that was a real chance. Chouamini ketdi. Endi buni bu yoqqa ko'tarib, The sub is coming on to replace the injured player. Now it's Rafinha. He's darting forward using the width of the pitch. Oh, he's saved it. Is this the moment? Uses his head. The referee calls play back for an offside. Volleyed on. Rodgers has the ball. We're into time added on now. He has a crack from distance. Oh, that's a really hard challenge. He went for it but missed the target.
Şu çıkıp gitsem böyle lekin. So one team's game plan has gone out of the window after that Yana sending off. qaytadan Can the other side use their advantage in the second half? Gakpo'nun işte ketgandan qo'rqmaydi. Demak, onlaynda birlikda o'yin o'tkazarkanmiz. They're going to have to go for it in the second half. They need goals to get back into the match. Yamal looks comfortable on the ball. Oh, what a pass. And the shot has gone wide. Player seems in pain. Let's hope he's not too badly injured. Hamma jarohat oladi. The player can't continue, so a new one's coming on. Volleyed forward. He failed to connect with that tackle. Yamal looks comfortable on the ball. Just can't seem to get into this game. They need to press higher upfield to start creating chances again. Goes long. Booted clear. Oblak collects. Headed forward. The goalkeeper receives the ball. He's headed the ball forward. The defence were caught out, and now he's through on goal. Gyökeres scores. Great play. He battled hard and has been rewarded with his first goal of the game. The manager is dejected. His team are losing the tactical battle today. This team really are controlling the game. A great move, he's clean through. Surely a goal is coming. Gyökeres scores. That's his second goal. Well, let's have a look at that one again. Son Heung-min. He's running at the opposition. It's now Saliba. A well-placed headed goal. A deserved hat-trick. He's on another level. That was really well taken. Here's how they did it. Son Heung-min. It was always going to be difficult with 10 men, so no surprise they lost that game. Well, for me, that's the correct decision. He's put in 100% and gets a player of the match award. Biz chat to'plash kerak. Chat bo'lsa, FC Mobile'ga 1-1 o'ynashga chaqirgan bo'laymi? Адреналин Rush. Все ты можешь. Chat o'zi dilingizda bormi? O'ylantiryapti. Hozir qaranglar. Kukreyli bitta o'yinga Gakpo besh o'yinga Kukreyli tushirgan bilan buni birga tushirganim bilan baribir hozir Chouamini'da sarg'im bor. Yigitlikda. Gehe bilan
Joao Pedro. GG yaxshiroq bo'lsa kerak. Hamma narsa deyarli bir xilda. 4 ta ko'k, 4 ta ko'k. Bitta qizil, 3 ta sariq, 3 ta sariq. 182 bo'y, 182 bo'y. Faqat daraja biri 80, biri 81. Faqat pulda ham farqi 1815 ga turibdi. Böyle do'stlar. Dilisini shuni stop. Men endi ertangi videoda qilamiz. Hozir hatto menga Chelseadan ikkita, bitta emas. Hech bo'lmaganda Buffon olsam ham aylaydi. 1.21 Buffon. Hal Buffonga men aytgandim. Buffon kelsa bitta Buffon olsam bo'ldi. Buffon keldi. Star pasta. Demak, bu yerga FC Mobile ko'proq o'ynashimiz to'g'ri kelar ekan. Futbolchilar o'zidan o'zi tuzalib ketguncha, balkim o'zidan o'zi tuzalmas. Balkim dilisini bir o'chirib, qaytadan yuklashim kerak bo'lar. O'chirib yuklagan bilan tarkib o'sh qolib ketaveradi. Yana kimgadir akkauntni chopish kerak. Mana bular kelgan. Enzo Fernandesdan ko'ra Estefano olmaydi. Juventus keladi, Bavariya keladi. Undan keyin PSG keladi, Real Madrid keladi, Manchester City keladi va Liverpool ham keladi. Hozircha bu yerda hech narsa ko'rsatilmagan. O'tgan oy nima berilgandi? O'tgan oy oxirini bilmayman. Lennox 25 ta odam. Naqd 25 ta ya. Cloud all price. Qancha? Nima? O, o'tkinchi Jon Roban usta. 10 ta pozitsiya. Ona göre mana 80dan ko'proq 1 2 3 4 5 taga men berib. Ikkalasidan ham bir xil faqat. Nimalar o'zgachamikan? Olmasa yashashimiz kerak. 2000 uchun. Qachon donat qilib bir donatga futbolchi olarkanmiz. Men bir free noch olaman. Agar chiqsa like bosasizlar. Boshlanishdan so'rasamlar. Obuna bo'lasizlar desamlar. Demek ki kirib, men qaranglar hozir yo'qotishimiz kerak bo'lgan, men prezident Rudiger. Hatto lebe futbol. Carlos Romero bilan bir xilmi? Romero ham Carlos Romero 4-darajaga kuchaytirilgan. Xato bilan 1.20 bo'lsa, xato bilan nimasi boshqacha bo'lsa, xato ham normal ekan. Faqat niderlandiyalik rapper 21
Bizning tarkibda. Mayli. Jon Garcia. Demek hozir birinchi divizionga o'tolali. Oho. Chempionskiga o'tolali qanday ekan bu? Bo'ldi. O'sha. Challenge mod. Giremiz. Mana bu qiziq hozircha menga 1200 olmishdi. Mayli bu 1 million. Orol tushib bitti. Ancha to'g'ri. Ancha chitibra. Expert champions. Almost уже bo'ldi. Ketdi. Mamanga qaraymiz hali. Bular o'ynaymiz. Mana bu divizionga borsa hammasidan olmasa chiqadi. 10 mingdan oshdi. Yana bir so'rlardan. 15 ming. Open Pack'ti. Eng Open Pack'lar. Semi Pro dedik. Climb alkosak. Oho 18 ming. Endi o'ldirib. Live event. Strong class. National Story giramiz. Football Center. Bo'ldi. Hozir Open Pack'da eng zo'r Open Pack'lardan biri bo'ladi hozir. Ko'p narsalar qilamiz. Birinchi o'man bu bitta 2 ming to'lamiz. Nima bu paket bo'ldim. Demak ketgan. Secret. Arzonroqni topishimiz kerak. Arzonga ochiladiganni. Monthly Strike. Bestseller. 3000 ga sotilar ekan. Bu asl narxi o'zi. Demak birinchi. Endi extra time'li nima qo'yaylik. EA Sports qanday video chiqardi? Blue Smartphone Blueprint. Kimdir tushirdi. Pro Mobile Mid-Season Playoffs Bangkok Day 1. Bola qo'ygan. Yangilik yo'q. Chelsea'niga giramiz birinchi bo'lib. Osor versin. How many away wins did Chelsea record in the 15? Ana. Boshini to'g'ri bilan boshlanajak. Johan Garrigan. 29 dan bosib ko'ramiz. Draw Premier Ligani yutgan. Arjen Robben ekan. Galatasaraydagi game. 23 ekan.
Vay. Türkiye, Turkish bo'lsa kerak, Turkish. Hagimiz Popescu ekan. Va 36. Bitta to'g'ri. Atiga 150. Demak, ekstra offerga o'tamiz. Nima kerak? Hozir o'ylayapman. Tekinga mana bu yerda nimadirlarni olamiz. Hozir 1050 dan aniq olishgan bo'laman. Valopikga 85 ta smaba point nima kerak? Mana bu yerga qo'yaylik. Yo'q. Mana shu. Internet ancha qotdi. İnternet qotmoqda. Ekstra tayinli chiqib ketdim hozir. Eventdan olaylik. 1800 taga bitta ochiladim. Hozir ko'ramiz nechta bo'ldi. 1100 top qotdi. Mayli. Bu safarimiz ikkinchi safar. Hozir ekstra tayinli yana bir o'tib. Qandaydir bir bo'lmag'ur futbolchi olamiz. Beckhamni olamiz, David Beckham. Daqlamiz va ekstra time o'tib atiga 400 ishqilaman shu bir martagina yes tugmasin bosam bo'ldi. Ita 15 ming bo'ldi. Bekor bosmadim deb o'ylayapman. Endi birinchi pakimizda ochamiz. Events Champions. Do'stlar bilmadim kim tushadi, lekin yaxshiroq futbolchi tushadi. Yo'q, men Prizon etigacha bo'lganim yo'qman, lekin men bu bismillah degan holatda davay ketdi 4 talik. Barkalya, Bostri, Oblak va Courtois. Kim tanlagansiz? Amma Oblakni tanlaylik, Prizon ekan. Ko'proq ketadi. 300 qoldi endi. Yana 2 kunga bir yana shunaqa yig'averamiz. Galatasaray, Chelsea, bol. Bu yoqda mana bu yerdan Oblak. Diving position handling reflexing pas ekan, lekin to'g'risini aytibman. Bishop qoldi. Endi Summer Special ochishga unchalik emayapti. Qarang, bunda yaxshi futbolchilar endi yo'q bo'ldi. Endi Chelsea'niki. Men faqat Chelsea'nikidan ochmoqchiman hozir. Chunki Chelsea'da yaxshi futbolchilar ko'p. Demak, feature o'tib pasdan yo'q. Resursdaydi. Menga ozgina Atiga 15 ming gitmas ekan. Demak, hozir Mobile bizga qanday kuchli futbolchilarni berar ekan hozir. Galatasaraydan ochim kelmayapti. Chelsea hozir bu yerda STGK bitta bordi. Bu tarafdachi, bu tarafda. Bitta bor, ikkita bordi. Mana shu Enzo Fernandes yo'qmayapti. Tapsoba. Ketdim. Yampas. Paulsen.
Söbe Chelsea Colvin yaxshi do'stlar, birinchi yaxshi futbolchimiz tushdi. Yaxshi. Bismillah degan holatda yana bosamiz. Yo'q, aniq pas. Lekin bir so'm normal. Davay ketdi. Bunisi balandroq bo'lsin. Moy Gomez. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Men signalga kirib bemalol sotaveraman, to'g'rimi? My players hozir olmuş 3480 taga Drogba kelgan. Asimxeng sal pastroq. O Dizayli aytganda. Lekin men nima qilyapti? Vallahi tushib bo'yicha qiladi. Eng baland Kafu erba futbolchi. Gullit. Yamal, Dembele, Ronaldinho, Vinicius Junior. Bu kim? Henry, Eusebio, Van der Sar. Hozir eng pastdagi men buni Vallo'ni ko'tarilish uchun qilamiz. Eng past hozir oy do'stlar, mana shunaqa futbolchilar chiqib ketdimi hozir? 120 mingga Singo 120 degan. Oy. Sabit serch qilaydi men. Oral mina. Mal 118. 118. O chiqib turibman. Qidiruv o'tib. Bu nima kerak? Ochdi bosamiz. Sebe o'z bizga eng ko'p berib bo'layotgani. Save qilamiz. Program. Mal bundan hozir hech tegmay turaylik. Voy. Shuncha bir tem bilya. Demak ketdim. Vallahi ko'tarilish uchun. Bardakchi 2600 ga turibdi. Va do'stlar, qanday narsa qolib olini men olaveraman deyapman, lekin undan yaxshiroq bo'laman. Sehrlangan prosta 2600 ga turibdi. Voy, leba qanamaydi. Faqat sebe. Faqat sebilab o'kilib bilayapman. O, mana Rodriguez. Lebera qimmatroq ekan lekin. Pacho. Sanafda ham bir olishimiz kerak lekin. Calafiori. Menda botroq bordi. Demak, qo'z qaraylar. Turursun bu serchga o'tib, mana Brizonit qiladi. Brizonit bab sehrlangan futbolchi bo'lmaydi. Lekin qaraylar, Colvin 1400. Chalobah. 1400. Bardakchini olaymi? Kim nima deydi? Bardakchini olay. Do'stlar. Upamecano. Bitta lebe ham ko'raylik. Lebe. Yo'q, bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. Brizonit. Lebe kuchaytirilgan. Storo sehrlangan. Sebe. Lebilamal qayerga ketdi hozir? Ma'lum sotib olaman. Signal olaman. Bardakchiniki topshiriq bajarildi. Endi to'xtaylik hozir. Bunday qilamiz, search o'tib pozitsiyamiz. Sebe ketdi bo'ldi. Lebini save qilib ko'ramiz. Bo'lmaydi.
Nuno Mendes 7,5 mingga bor ekan, lekin hozir bir ko'raylik ham. Jilashmas ekan. Lekin undan keyingisi men bu 13 mingga men bu Rodriguez'ni watch player safiga qo'shib, men bu watch player qilib qolib oling deb kerak bo'ldi bir. Undan yaxshiroqni topdik zato. Hozircha men bu Rodriguez'ni olishga harakat qilamiz. Endi qaraylik, men emas. O'zi yo'q nima. Bardakchini rank up qilamiz endi bo'ldi. Oho, bu Prezidentga kuchaytiraman. Prezidentga. Ko'ramiz hozir. Tarkib qura oladimi, yo'qmi? Avtobuild. Va endi bu yerdagi birinchi 74 ketkazamiz. Oho, bitta 74 derasida emas. Ancha pastga tushib ketgan ekanmiz. Prizon 3 yoqmayapti. Prizon 5. Do'stlar, tabriklasak ular 122 ga oral bizni kutib turgan ekan. Hozir kimni kuchaytiramiz? Kim? Bardakchini. Skill point bitta qolib ketdi. Center back. Anaqasi kuchaytiramiz. Va yana bir darajaga kuchaytiring deyapti hozir. Lekin bundan ko'ra hozir Carlos Romero o'timiz etmaydi. Bo'ldi, faqat shu bardakchini birinchi daraja rank up qo'yamiz. Shunchadan beri kirmaganga mana shunaqa futbolchi. Men bo'ladi, bu pozitsiyani ham bajarib berar ekan. Chap oyoqmi? Chap oyog'i. Men aytdim, ammo qanaqa bo'ladi pozitsiyasi? To'plab berar ekan. Kustomizatsiyada ketdi. Mayli. O'zbekiston logosida qolyapti. Bo'ldi do'stlar. Tarkib udar bo'ldi. Bitta Leveni ham shaxsiylashtiramiz va endi Signinga kirib My Players'da xohlagancha sotamiz. Qaraylik. Rudiger nimaga 75 ga turibdi? Yo, Rudigerga qaraylik. Qanaqa 75? Qarayman. Shuncha bir zona kelib, shuncha turib mana 75. Voy, Rudiger. Kolbini kerak emas endi. Xatoyim kerak emas. Pul 1725 diyor. Buni ketdi qilamiz. 4ta, 3ta. Chiqib 11 ta do'stlar. 3162 bor. Do'stlar, menga yo'qotgan narsa nima? Bu hozir overall 122 qilgan. Hozir men bu yerda olmos olsak yana qanchadir. Yarışmayapti. İnternet koçunu ama görmem. Sal kol korkup gitti. Oldu tamam. Oy, sıra. Çöp verirken. Video ortasına sıkılmadı. Endi qiladigan ishimiz nima bilasizlarmi do'stlar? Layli bo'l. O'ynaymiz hozir. Ketdi do'stlar.
5 yıl sınıfta. PSG Oralni ichiligini bilmam. Lekin hozir ko'rib olamiz. World Class 4. Do'stlar, endi bardakchi menimcha hamma joyda gullatsa kerak. Bardak qilmasdan. Bardakchi 120 midi? Yo'q, 118 tushdi. 121 ga kuchaytirdik. Tushdi demak 118 bo'ladigan bo'lsa, 123 bo'ladi maksimali. Demak normal do'stlar. Bardakchini ham keyinchalik almashtirish mumkin. 118 Nico Williams, Ferran Torres, Paco video uzun Hammasdan C yozilgan ekan. Argentina bilan boshlangan ekan. Unda Great Cengiz kamera bo'lar ekan. Good Cengiz menimcha kamera bo'lishi kerak. 122. Yig'ishim ancha muncha qiyin ish, lekin men Alex Bayna rasmga tushirib qo'yilsa zo'r bo'ladi. Hech
Çok iyi yani. Siz golü men bütçeniz firmasini to'g'rilagan lekin to'rtta gol demay. To'qqizta to'rtta qayerdan keldi menga? Kim berdi? Sen beriladimi? Lil başa 67 er. Videonun to'xtatishini ko'rganlar. Birinchi levelga tushib ketibmiz yana. Rank up puan kerak. Demak biz do'stlar bizga hozir 3 marta o'ynab bo'ldik. Sal qotdi. 2 marta start pasga qaraymiz. Yana bir nechta ishlar bor. 20 so'ng ichida hech kim chiqmasa start pasga qaraymiz. 4 5 10 oyo. Menimcha turklar Chelsea'dan ko'ra o'ynasa kerak. Galatasaray bilan Galatasaray futbolchini olishga harakat qiladi. Hozir ko'ramiz nechta Galatasaray futbolchisi bor ekan. Bardakchi Galatasaray futbolchisi. Demak bizda ham bitta bor. Galatasaray futbolchisi. Singo. Bizda bardakchi. Kimdir olsun. Gol. Gusto. Nima. Gol.
France. Leicester City Alex Baena. De Jong. Alex Baena. Figo Figo ya Figo. Geldim özü. 15 saniye açsam bulurken dedim. Dostlar böyle şimdi girme tamam. Tamam. Ama şu o ahrisine bana koyalım. Daha 15 saniyesinde hiç kim bilen oyun çıkmasa böyle sansürlü olsun. O nima fakat delisi Çin. Ben buna kadar savunmuşum siri. Karayla kostümizasyası yani orada. Kostümizasyası aşkım. Nimadır bu sen? Delisi Çin. Senegallaysi. Hep düşünmez. Diğerli bir lakin fakat mende güççeniz bitti gene köpekim. Bitti yok iki de. Bazı çeniz kim Simon. Ne verilgen vaqt menga ham berilishi kerak. Ха 682'de okuyacağım. Hayırlı işler sağlığı. Starpas'tan hozir yangilik yo'q demoqda. Starpas ham bizga 1400 ta olmas. Demak, topshiriqlar bo'lmaguvchimizga to'g'ri kelar ekan. Internet yana qotyapti. Halini birisi qirib ketdi.
Nima Buffon full kuchaytirilgan Buffon. Skill edit qilsa bo'ladi. Stamina, skill, move, reflexing 154. Fiskali 135 ekanda. 138. Qara o ana. Buffon birinchi raqam. Ololmaganimcha to'g'ri. Yo, ana nimadir qilish mumkin-ku baribir. This can be earned from matches and division rivals and used to exchange for rewards. Qayerdadir rivallarga almashtirsa bo'ladi. Qayerda endi hozir? Birinchi Galatasarayga o'tamiz. Champions bo'limiga o'tkazib birdan bu aniq. Hozir menga o'tsak menimcha nimadir bor. Hali Galatasaray formasi o'ynagan Chelsea. Keyin so'rayapti-da Chelsea'niki ham. Next. Bunda next degan narsa yo'q. 5 degani o'tkazsam olasan bo'ldi. Hozir menni ko'raylik, men qiziq. Sarpas ko'rganmiz. Hali on 16 kundan keyin sotib kerak. Almashtirib bo'lmaydi bu yerda. Champions Challenge mode. Oho. Şu adashmasam to'xtaylar hozir. Yana foto yig'ani buni bilaman. Ekstra oshiramasdi. Tambachiga o'tib ko'raylik, balkim sotuvchi bo'ladigan futbolchilar bordir. To'saman qarayman. Bitta gruppa kelgan. Peter Chexni olish kerak, Lampardni olish kerak va Dragman olish kerak. Reward 20 ming to'g'ri. Hali menda 9 ta futbolchi bor. Oskurans. Mali pula oqla. Xatovo Colville oldim. Oho, Del Piero. Bardakchini oldim. Hozir eng kuchlisi bu yerda hozir bardakchi bo'lib turibman bu yerda. XP bo'yicha 40 ta XP. Hozir esam futbolchi ko'ramiz. 119. Taxminan 119 yoki 120 esam futbolchi ko'ramiz.
Ranka point 324'te bo'ladigan bo'lsak, birinchisi qarab 280, ikkinchisi bo'lsak, ikkita daraja ko'tarsa bo'ladi. Demak, bemalol 119 yoki 118 ko'ramiz hozir. Signingni o'tamiz. Mini overall prison 18 ok pozitsiya desem. Birinchi esa futbolchilar ko'raylik. Value Enzo Fernandez yoki Gabriel Sara. Del Piero qani Del Piero ham bordir. Gullit, Bellingham, Beckham, Mateusz, Modric, Switchinger, Vitinha, Xavi, Modric, Valverde, De Bruyne, Bruno Fernandes, Baumgartner, Fernandes, Modric, Pedri, McAllister, Xhaka, Hamsik, Odegaard, Pedri, Rabiot, Bondi, Talisman, Vitinha, Bargam, MC, McTominay, Lampard, 112 menga kelgan. Oho. Lampard 82 XP olib Lampard sut olish kerak lekin balkim qachondir. Gani Palbo, Odegaard, Pedri bularga hozircha 10 mingdan pastroq ko'raylik. İşte bu. Gundogan. Bir 24 bo'ladi olish kerak do'stlar bunaqa futbolchini. Lekin hozir mana buni ham ko'rishimiz kerak hozir. Braziliyalik Gabriel Sara. Mana bu play stili nima bu? Player can take powerful shots with high pressure level 1 increase level 2'sin ko'rsatilmanga. Tillo'smasda lekin tillo'linasi kerak. Tillo'linasi yo'q. Kimda kamida mana McTominayda tillo'li bu. Faqat bu boshqa narsa. Bullet pass. Kerak narsa bu. Bullet pass to'g'risini aytdi. Telesmile, Mango, Restili. Tiki-taka. Rabiotda kuch bor. Kuch nimaligini bilaman. Enzo'ngidan ko'ra kimniki yaxshi mayli? Elba futbolchini ko'raylik. Elba menimcha hozir ko'proq kerak menga. Chunki Elba. Aytdim-ku enkam 13 turibdi demak bo'ldi. Enzo Fernandez hozir ikkovini playlist stylini tekshirib ko'ramiz. Menimcha tiki-taka yaxshiroq. Hozir bu yerda hech kim yo'q. Bu yerga o'tib do'stlar hozir yana bir ko'raylik mayli. Shotting necha mayli shotting 131. Normal. Buni shotting necha? Bunda shotting emas, bunda passing. Passing 186.
mexanizatsiya bo'laladida Enzo Fernandes. Ikkovi ham deyarli bir xil vazifani bajaradi. Oyun chiqib ketdi. Playmaker bo'lib berarkan. Demak, mexanizatsiya kerak bizga ko'proq. To'xtaylar, hozir menga chap oyoq kerak, to'g'rimi? Chap oyoq emas. Mana bu bizga kerak bo'lgan futbol. Meni aytdingizlar. O, ikkinchi daqiqaga ko'tarildi. What? Kerakda. Central'da ben morluyor bira. Sal xato so'rayapmiz. Saran uchun o'zgaramiz. O'ral tushmadi lekin. Bo'ladi, demak rank sotib olamiz do'stlar. Sening o'tib my players bo'limiga o'tib 600 ga release qilamiz. Yo'qda. Exchange. 19 en güçlü. Ne fakat 19 en güçlü söylüyor. Olmuş 9'dan olsun. Böyle tüga dostlar, endi mamaya kirib release qilamiz. Endi shuncha sot olgan futbolchilarimizda shaytirishdan. Demak, hozir ma'muriy trening qildiramiz.
Ortacha 20 level çekiştirişimiz gerek. Tasvirler az. Bitti 30'umuz var. Oldu mu? Vay ana 20 derece. Vay. Öldü. Netice çok sökçü transporlu gitti. Yeha 26. doğru. Az exchange öyle 85 desende geldim. 85 kice. Gol tuş ihtimali juda kam ekan. Bekorga shuncha pulni hayb biz. Marketga o'tib futbolchini sotolmaymiz, to'g'ri. Lekin hozir futbolchi qaraymiz davay. Nedved tutuso'lam. Hozir bizga endi lepa futbolchi kerak. Vitinho. Search. Minimal or prison 8. Ой. It is Roberto Carlos. Vamos allá. Sekin Roberto Carlos qidirsa qanchalik o'g'illar ekanmiz. Ketdi. O'zi bormi Roberto Carlos? Bitta 119 bor ekan, u ham 28 mingga. Qidirib o'tib Roberto Carlos deb yozsak demak Carlos Forbes bu bo'lmaydi. Roberto Carlos 88-levelligiga pulimiz yetib ortarkan. Roberto Carlos 91ligiga pulimiz yetarkan. 99 112 Roberto Carlosga pulimiz yetmaskan eng qizig'i.
Do'stlar, videoni tugatish kerak. Ancha uzun bo'lib ketdi.